Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşçülər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzuruna sunuşdurışımız. Qənəmsiz diqqətinizlər ekranımız olsun. Mike Pence Xitayning Uyg'urlarga tutgan muomalasini yana ayıpladı. Amerika muavin prezidenti Mike Pence Washingtonda o'tkazilgan bir xalqaro yig'inda Xitayning Uyg'urlarga tutgan muomalasini ayıplab, Xitoy bilan bo'lgan suhbati qanday bo'lsa-bo'lsin, Amerikaning diniy erkinlikni qo'g'daydiganligini bildirdi. Mike Pence yaqinqi 2 kun ichida Xitoyning Uyg'urlarni keng ko'lamli bostirib, 2 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa millatlarni yig'ib olish lagerlariga qamaganligini tanqidlagan Amerika siyosiy sahnasidagi eng huquqli 3 arbobning ichidagi ikkinchi kishidir. Buningdan bir kun avval Amerika siyosiy sahnasidagi 3-huquqli arbob Amerika Avam palata raisi Nancy Pelosi Xitoyning Uyg'urlarni bostirganligini tanqidlagan. U atalmish Uyg'ur Abtonom rayonlik partikom sekretari Chin Quangoni jazolash kerakligini bildirgan edi. Muavin prezident Mike Pence yuqorqi so'zlarni Washingtonda o'tkazilgan xalqaro diniy erkinlikni ilgari surish ministrlar yig'inining yepilish marosimida so'zlagan. O Sharq Turkistonda Kommunist partiya Uyg'urlarni o'z ichiga olgan 1 milliondan ortiq musulmonni yig'ib olish lagerlariga qamadi. Ular bu o'rinlarda to'xtovsiz ming yuyishga tutilmoqda dedi. Mike Pence so'zda yana Xitoy kompartiyasining Tibet buddistlarini va Xitoy xristianlarini bostirayotganligini ayblab mundaq dedi. Navbatda Amerika Xitoy bilan bo'lgan savdo munosabatimiz haqida suhbat elib bormoqda. Lekin bizning Beijing bilan bo'lgan savdo suhbatimiz qanday bo'lsa-bo'lsin, sizlar shuningdan xotirjam bo'linglar. Amerika Tashqi ishlar ministrligining sohibxonligida o'tkazilgan bu yig'inda Uyg'ur masalasi nuqtaliq masala bo'lgan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yig'inda Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini asrning deg'i deb aybladi. Pompeo va Pence'ning so'zi Xitoy rejimini qattiq bearam qilgan bo'lib, Xitoy rejimi 19-iyul kuni Tangritog' to'rida Sharq Turkistondagi bir qism Uyg'ur qozoq ziyolilarini va diniy o'limalarini Mike Pompeoga imzoliq 3 xat e'lon qildirib, mazkur rayonda 1 milliondan ortiq musulmonning yig'ib olish lagerlariga qamalganligi, Uyg'ur madaniyati va islom e'tiqodiga qarata sistemalik yo'qotish elib berayotganligini rad qilgan. Mazkur imzoliq 3 xatda Xitoy rejimining rayonda kasbiy mahorat tarbiyalash markazlarini qurib, atalmish radikallik va terrorlikning ta'sirini tozalayotganligi ilgari surilgan. Xalqaro kechirim tashkiloti Rabiya Qodir xonimning tutqundagi oila a'zolarining qo'yib berilishini talab qildi. Xalqaro kechirim tashkiloti o'tgan hafta imzo qo'yish harakati qo'zg'ab, Uyg'ur kishilik huquq rahbari Rabiya Qodir xonimning tutqundagi oila a'zolarining qo'yib berilishini talab qilish harakati boshladi. Xalqaro kechirim tashkilotining chaqirig'ida uning farzandlari, navralari va qarindoshlaridan 30 dak kishining 2017-yildan beri hech qanday qonuniy rasmiyatsiz tutib turilayotganligi ta'kidlangan. Uningda kishilarning bu chaqiriqnomaga darhol imzo qo'yib, Xitoy raisi Shi Jinpingga avatishi talab qilingan. Chaqiriqnomada agar ularning xalqaroda birdak e'tirof qilgan biror xatolik sodir qilganligiga doir ishonchlik ham qoyil qilarlik dalillar bo'lmasa, tutqundagi barliq oila a'zolarini shartsiz va darhol qo'yib berilishi talab qilingan. Xalqaro kechirim tashkilotining ilgari surishicha, Xitoy doiralari Rabiya Qodir xonimning o'g'illari Abdukim Abdurahim, Qahar Abdurahim, Olim Abdurahim, ularning ayollari, farzandlari, Rabiya Qodir xonimning hadis singillari va inilarini o'z ichiga olgan 30 oila a'zosi 2 yildan beri Sharq Turkistondagi ma'lum bir tutib turish markazida tutib turilmoqda ekan. Chaqiriqnomada radikallikni tugutish markazlari, siyosiy o'g'inish markazlari yoki tarbiyalash orqali o'zgartish markazlari degan nomlardagi bu xil tutib turish o'rinlarining butkul Sharq Turkiston miqyosida qurilganligi, bu o'rinlarning Uyg'ur va boshqa musulmonlarni xohlagancha tutqun qilib, muddatsiz tutib turish bilan tunilganligi ta'kidlandi. Chaqiriqnomada yana Rabiya Qodir xonimning oila a'zolarining oilasi bilan qarallik va to'sqinliksiz ko'rishib turishi, xohlagan advokatni taklif qilishiga, tan jazosi va qo'pol muomalaga uchirmasligiga kafolatlik qilinishi talab qilindi. Rabiya Qodir xonim 2005-yili Amerikaga davolanishga qo'yib berilgandan beri uning oila a'zolari va urug' tuqqanlari izchil Xitoy rejimining parakandachiligiga uchrab kelmoqda. Chet el shirkatlari Xitoydan ko'plab chekinib chiqishga boshladi. Amerika Xitoy savdo urushining ta'sirida chet el shirkatlarining Xitoydan ko'plab chekinib chiqayotganligi ilgari surilmoqda.
Nekki Asiyaga nazar nomli Tor jurnalining oshkorlashicha, Amerika hukumati Xitoy mahsulotlariga boj qo'yishga boshlagandan beri Apple, Nintendo, Dell'ni o'z ichiga olgan 50 dan ortiq xalqaro shirkat o'zlarining Xitoydagi korxonalarini yo'tkab chiqishga kirishgan. Amerika-Xitoy savdo urushi boshlangan o'tgan yildan beri Trump hukumati Xitoyning 200 milliard dollarlik import mahsulotiga 25% boj qo'ygan. Navbatda prezident Trump Xitoyning yana 325 milliard dollarlik mahsulotga boj qo'ydiganligini davomli ogohlantirmoqda. Nekki Asiyaga nazar jurnalida qayd qilinishicha, savdo urushining jiddiylashishiga ergashib, texmo ko'p xalqaro shirkatlar korxonalarini Xitoydan yo'tkab chiqishni planlamoqda yoki yo'tkab chiqishni o'ylashmoqda ekan. Xabarda Amerikaning kompyuter ishlab chiqarish shirkati HP bilan Dell'ning Xitoydagi ishlab chiqarish korxonalarining 30%ni Sharq-Janubiy Osiyo davlatlariga yo'tkab ketadiganligini bildirganligi aytilgan. Xabarda qayd qilinishicha, Alma shirkati agar o'zining Xitoydagi 15% dan 30% gacha bo'lgan ishlab chiqarish korxonalarini Hindistonga yo'tkisa, uningga qanchalik chiqim ketadiganligini hisoblab chiqishni talab qilgan. Xabarda yana Yaponiya Nintendo shirkatining bir qism korxonalarini Vyetnamga yo'tkab keldiganligi ta'kidlangan. Xabarda bayon qilinishicha, navbatda savdo urushi Xitoyning iqtisodiy o'sish sur'atiga ta'sir ko'rsatishga boshlagan. Xitoy rejimi o'tgan dushanba kuni Xitoy iqtisodining o'sish sur'ati bu yilning 2-chorakida 6.2% ga tushganligini e'lon qilgan. Bu Xitoy iqtisodining o'sish sur'atining yaqinqi 27 yil ichida tunji qatim 6.2% ga tushishidir. Prezident Trump bu ahvolni Xitoyning savdo urushida uttirayotganligining dalili deb ta'kidlagan. U o'tgan dushanba kuni Twitterda yo'llagan yozmasida Amerikaning boj qo'yishi shirkatlarning Xitoydan ayrilib, boj qo'ymagan davlatlarga yo'tkilishidagi asosli omil. Minglagan shirkatlar chekinib chiqmoqda. Mana bu uning nima uchun savdo kelishimi imzolashni talab qilishidagi sababdir degan. Reuters'ning 19-iyul tarqatgan yana bir xabarda qayd qilinishicha, navbatda hukumat, oila va shirkatlarning qarzi shiddatli ortmoqda ekan. Xabarda hukumat, oila va shirkatlarning umumiy qarzi bu yilning 1-chorakida Xitoy umumiy ishlab chiqarish miqdorining 303% ga to'g'ri kelganligi bildirilgan. Xotanning muavin valisi G'olib Ablimit tutqun qilindi. Xitoy doiralari Xotan viloyatining muavin valisi G'olib Ablimitni siyosiy intizom va siyosiy qoida tuzumga ig'ir xiloflik qilish bilan ayblab qo'lga olgan. Xitoy Markaziy intizom tekshirish va reviziya komitetining 19-iyul oshkorlashicha, atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik intizom tekshirish komiteti G'olib Ablimitni tekshirib, uning siyosiy intizom va siyosiy qoidaga xiloflik qilganligi, g'oyasi va siyosiy maydonni yo'qotganligi, tashkilning tekshirishiga qarshilik qilganligi, harom pul yo'tkiganligi, intizomga va qonunga xilof qilmishlarini yushirganligini ilgari surgan. G'olib Ablimit Xitoy Kompartiyasi 2017-yili 200'lamachilarni qezib chiqish harakati qo'zg'agan, shuningdek bu yilning oxirlarida boshlagan atalmish qari guruhlar va razil kuchlarga zarb berish harakatlarida siyosiy intizomga xiloflik qilish bilan ayblanib tutqun qilingan yuqori darajali Uyg'ur amaldorlarining biridir. Lekin Xitoy Markaziy intizom tekshirish va reviziya komitetining to'g'rida e'lon qilingan uchurda G'olib Ablimitning siyosiy intizom va qonunga konkret qanday xiloflik qilganligi, uning qayerga harom pul yo'tkiganligi tilga ilinmagan. Xitoy dushman emas mavzuliq uch xat g'ulg'uli qo'zg'adi. Yaqinda Amerikaning Sharq Osiyo va Tinch okean ishlariga mas'ul sobiq muavin tashqi ishlar ministri Susan Sorinton boshchiligidagi 5 nafar siyosiyon va ilm ahli Prezident Trump va Amerika Davlat Majlisiga uch xat e'lon qildi. Xitoy dushman emas degan temada Washington pochtasi gazetida e'lon qilingan mazkur uch xatga jami 95 kishi imzo qo'ygan. Xitoy dushman emas mavzusida e'lon qilingan bu uch xatda yillardan beri Osiyo qit'asi va Xitoyga munosabatli tashqi siyosat, savdo va akademiya sohalarida xizmat qilgan har sohaga tabiiy kishilar bo'lish sifati bilan o'zlarining hozir Amerika bilan Xitoy orasidagi munosabatlarning barg'ansiri yomonlashayotganligidan qattiq andisha qilayotganligi, buning Amerikaning manfaatlari va dunyoning manfaati uchun yaxshi bir yo'nalish emasligi, garchi Xitoyning ba'zi qiliqlari haqiqatan kishini o'ylantirsimi, ammo Amerikaning ikki davlat munosabatlarining yomonlashishiga sabab bo'lgan harakatlarda bo'layotganligi ilgari surildi. Uch xatda Amerikaning Xitoy rejimining davlat ichi va sirtiga qaratgan siyosatlariga tutgan navbatdagi pozitsiyasi aks ta'sir paydo qilg'uchi deb baholangan. Uch xatda munolar deyilgan: biz Xitoyning Amerika uchun darhol va keng ko'lamda taqobil turmasi bo'lmaydigan bir iqtisodiy dushman ekanligiga va ularning Amerika davlatining mavjudiyati uchun tahdid ekanligiga ishonmaymiz.
Xitoyni faqat bir qancha davlat rahbarining gapi bilan boshqariladigan davlat deb qaramaymiz. Gerçi Xitoy iqtisodining uçqanday taraqqiy qilishi Xitoyning xalqaroliq masalalarda o'ziga bak ishindigan, o'zining diginni rost qildigan qilib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo yana nurg'un Xitoy amaldorlari, mo'tavarlari g'arb bilan mo'tadil, amaliyatchil va hamkorlikni asos qilgan holda munosabat qurishning Xitoy uchun foydali ekanligini biladi. Amerikadagi Uyg'ur advokat Nuri Turkal apandi yuqoridagi bu uch xat haqida to'xtalib, bu xatda Amerikaning koni siyosatini davomlashtirishdagi xatolikka undalganligini ifoda qildi. Yuqoridagi bu uch xat Washington pochtasi gazetida e'lon qilingandan keyin Amerika siyosat sohasidagilar orasida zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Yuqoridagi bu fikr nurg'un tadqiqotchi, ilm ahli va siyosatchilarning tanqidiga uchradi. Ularmi bas-basda uch xat e'lon qilish orqali yuqoridagi fikr eqimidagilarni kallasini silkib etishga chaqirdi. Ana shularning biri Amerikadagi fuqarolar kuchi harakatining qo'rg'uvchisi doktor Yang Jellidir. Yang Jelli va Han Lianchao qatorliqlarning imzosi bilan fuqarolar kuchi harakati to'rbetida Amerika Xitoyga qaratgan xato siyosatini davomlashtirishi kerakmi mavzusida maqola e'lon qilindi. Maqolada men yuqoridagi bu xil ko'z qarashni 40 yillik xam xiyol deb atayman. Xitoyda yuz berayotganlar bu kishilarni tushdan uyg'otishi kerak. Bu kishilar koni xamanni so'rishni tashlab, reallikqa yuzilinishi, allaqachon mag'lub bo'lgan xato Xitoy siyosatini yana bozorga selishdan voz kechishi kerak. Türk general va professorlar Sharq Turkiston ta'sirotlarini anglatdi. Xitoy rejimining Sharq Turkistonda qurgan jazo lagerlari xalqaroga pash bo'lgandan keyin Xitoy rejimi har qaysi davlatlardagi axborot xodimlari, mutaxassislar va solchi partiyalarning rahbarlaridan tarkib topgan o'maklarni taklif qilib, Urumchi, Turpan va Qumul qatorliq joylarni ekskursiya qildirib, jazo lagerlari yo'qligini, Uyg'urlarga kasb o'rgatayotganligini anglatmoqda. Xitoyning Anqaradagi bosh elchixonasi Anqaradagi strategik tushunchalar institutidan bir hay'atni taklif qilib, Urumchi va Qumulni ekskursiya qildirgan. Bu hay'at 6-oyning 11-kundan 21-kunigacha Urumchi va Qumuldagi ba'zi joylarni ekskursiya qilgan. 18-iyul kuni tushdan keyin strategik tushunchalar institutida bu vaqtda maxsus yig'in chaqirib, ekskursiyaga ishtirok qilgan pensiyaga chiqqan general Güray Alpay apandi bilan strategik tushunchalar institutining bosh maslahatchisi professor doktor Hamza Yilmaz apandilar o'z ta'sirotlarini anglatdi. Professor doktor Hamza Yilmaz apandi bu ziyoratning ikki maqsadi borligini bildirib, birinchisi Xitoyning hozirgi taraqqiyot ahvolini ko'rsatish ekanligini, ikkinchisi bo'lsa Xitoyning Xitoydagi osonliq millatlarga qarata elib berayotgan tarbiyalash markazi to'g'risida dunyoda o'ttirg'i qo'yilayotganlarning xato ekanligini, bizning o'z ko'zimiz bilan ko'rib qaytishimizni talab qilgan ekan. Atigan soat 8 dan oqshom 12 gacha Xitoy sohibxonlarining yetakchiligida ekskursiya qildik. Professor doktor Hamza apandi Urumchida Islom instituti, Ijtimoiy fanlar akademiyasi, terrorga qarshi kurash qilish markazi va Urumchi atrofidagi zavodlarni aylanganligini, Xitoy rejimi qayta tarbiyalash markazi deb atab olgan joylarni ko'rsatmaganligini, shunga mediada chiqayotganlarning to'g'ri yoki xato ekanligi haqida bir nima deyolmaydiganligini bayon qilib mundaq dedi. Biz u yerda o'z ko'zimiz bilan ko'rib bir qanoatga ega bo'lish uchun bizga ko'rsatganlar va mediada chiqayotganlar yetarli emas. Masalan, qayta tarbiyalash markazini ko'rmadik. Bundaq bir markazning bor yo'qligini ko'chadagi kishilardan so'ray olmadik. Xitoymi dunyoga bu vaqtda aniq bir narsa demayotdi. Ularning texmi aniq bir narsa deyishini kutamiz. Orqadan pensiyaga chiqqan general doktor Güray Alpar apandi Urumchi va Qumulni ekskursiya qilgandan keyingi ta'sirotini bayon qildi. U Urumchidagi zo'ravonlikqa va terrorlikqa qarshi turish muzeyini ko'rgandan keyingi ta'sirotini bayon qilib mundaq dedi. Bizni Urumchidagi zo'ravonlik va terrorlikqa qarshi turish muzeyiga elib bordi. Sharq Turkistonda maydonga kelgan hamma voqeani muzeyga qo'yibdi. Terrorlik voqealarida ishlatgan portlatqichlar, qurol yaroqlarni qo'yibdi. Biz bularni ko'rdik. Biz uzun yillardan beri terrorchilarga qarshi kurash qilyapmiz. Bizdagi terrorchilarning qurol yaroqlariga selishtirganda bu bakkoni qurollar ekan. Balki 1-Dunyo urushidan qolgan qurollar. O'zlari yasagan ibtidoiy portlatqichlar, pochoqlar bor ekan. Pensiyaga chiqqan general doktor Güray Alpar apandi muzeyni ekskursiya qilgandan keyin u yerdagi rahbarlarga ularning terrorchilikqa qarshi turimiz deb bakla oshirib o'tganligini deganligini bayon qilib mundaq dedi. Men muzeydan chiqqandan keyin u yerdagi rahbarlarga sizlar terrorchilikqa qarshi tadbir elib o'tibsizlar, ammo bak oshirib o'tibsizlar. Terrorchilik voqealariga aralashmagan kishilarni mo qora quyuq jazolasanglar, bu masalani hal qilmaydi. Texmi vahimalik holiga akiladi dedim. Xitoy rahbar biz bularni tuzishga tirishyapmiz dedi. Pensiyaga chiqqan general doktor Güray Alpar apandi Urumchida masjidlarning yepiq ekanligini, Ijtimoiy fanlar akademiyasi va san'at maktablaridagilar bilan so'zlashganligini,
ba'zi siyosatlarning o'zlariga bakli g'alati tuyulganligini bayon qilib mundaq dedi. Xitoy bu siyosatning to'g'ri ekanligini bizga anglatdi. Uyg'urlar qaloq, biz ularni tarbiyalayotimiz deydi. Bu bizga g'alati tuyuldi. Turkiyada kimga anglatsangiz buni g'alati deb qaraydi. Biri usul o'ynamasa terrorchi deydi ekan. Siz terrorchilik faoliyatini qo'llamasangiz usul o'ynamasangiz ham bo'ladi. Uyg'urlarning uylariga kadrlarni avatidi ekan. Ular u uylarda qo'nidi ekan. Buni Xitoylar faxrlanib anglatyotdi. Bir uyga tunimaydigan odam kelib qonsa bo'lamdi. Har millatning o'ziga xos diniy e'tiqod va urf-odatlari bor. Bularga hurmat qilmay turib, masalani hal qila olmaydi. Xitoy terrorchilikqa aralashmagan odamlarga cheqilmasligi kerak. Doklat berish yig'iniga Xitoyning Anqara elchixonasida ishlaydigan 3 Xitoy diplomatmi qatnashgan. Yig'inga Strategik tushunchalar instituti mutaxassisi professor doktor Muhammad Savash Qafqasyali apandi riyosatchilik qilgan. Amerikaning 3 muhim palata a'zosi Huawei'ga qarshi qonun loyihasi o'ttirg'i qo'ydi. Amerika ovozi to'rining bugungi xabarda bildirilishicha, Amerikaning 3 muhim palata a'zosi Huawei shirkatining Amerika Savdo ministrligining qora tizimligidan chiqarilmasligi uchun yangi qonun loyihasi o'ttirg'i qo'ydi. Amerika Cumhuriyetçiler Partisi'den bo'lgan Mitt Romney, Marco Rubio va Susan Collins qatorliq 3 muhim palata a'zosi o'ttirg'i qo'ygan bu qonun loyihasida Amerika Savdo ministrining Huawei shirkatining Amerikaga tahdid elib kelmaydiganligini bekitishdan burun uni qora tizimlikdan chiqarib etishga bo'lmaydiganligi o'ttirg'i qo'yilgan. Bu qonun loyihasi bo'yicha Amerika Savdo ministrligi Huawei shirkatining 5 yil ichida Amerika yoki Birlashgan Millatlar Tashkilotining turli iqtisodiy jazolariga xiloflik qilmaganligi, Amerikaning aqliy mulk va texnikalarni o'g'irlamaganligi, Amerikaning telegraf aloqa sistemasiga yoki asosliq aslahalarga tahdid elib kelmaganligini bekitishi kerak bo'ldi ekan. Xitoyning aqliy turma qurish plani oshkorlandi. Zimiston to'rining tunugungi xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralarining turmalarni o'zgartib yangilash haqidagi maxfiy hujjati oshkorlangan bo'lib, hujjatda Xi Jinpingning aqliy turma qurib chiqish plani o'ttirg'i qo'yilgan. Turma xizmatini kuchaytirish va isloh qilishga aloqador taklif fikrlar nomli bu hujjat bu yil 4-oyda tarqatilgan bo'lib, Xitoyning aloqador organlari hujjat ruhini o'rganishga buyurilgan. Hujjatda turmalarning Xitoy Kompartiyasining hokimiyat o'rnini va muqimligini qo'g'dashdagi muhim roli ta'kidlangan bo'lib, turmalarning davr taraqqiyotiga moslashib bo'lolmaganligi, buning uchun turmalarni isloh qilish kerakligi, siyosiy jinoyatchilarga va atalmish bid'at diniga chetishlik jinoyatchilarga qarata boshqarishni kuchaytirish kerakligi bildirilgan. Hujjatda Sharq Turkiston alohida ta'kidlangan bo'lib, turmadikilarga ideviy xizmatni qattiq kuchaytirish kerakligi, ularga Xitoy Kompartiyasining rahbarligini, Xitoy davlatini, atalmish Junxo millatini, Xitoy madaniyatini va kommunist tuzumini e'tirof qildirish kerakligi, zarur bo'lsa psixikalik tadbirlar orqali ularning qimmat qarashini yangidan qurib chiqish kerakligi bildirilgan. Hujjatda yana cho'ng sonliq ma'lumot ombiri, tor va sun'iy idroq qatorliq yuqori texnikalardan foydalanib, bir tutash sistemalashgan, uchurlashgan turmalarni qurib chiqish xizmatini kuchaytirish kerakligi bildirilgan. 4-navbatlik Turk dunyosi milliy tanharakatlar faoliyatiga Uyg'urlar qatnashdi. Tunugun Turkiyaning Bursa viloyatida boshlangan 4-navbatlik Turk dunyosi milliy tanharakatlar faoliyatiga Sharq Turkiston Nuzgum kultur va oila jamiyati raisi Munavvar O'zuyg'ur xonim boshchiligida 30 ga yaqin o'quvchi qatnashdi. Faoliyat 19-iyuldan 21-iyulgacha davom qilgan bo'lib, Uyg'ur chidirimiz burunqidaklar ziyoratchilarning eng ko'p diqqatini tortgan yer bo'ldi. Faoliyatda Uyg'ur farzandlarimiz milliy samo usuli ko'rsatgandan boshqa milliy kiyim-kechaklarimiz va tamoqlarimiz tunishtirildi. Faoliyatning ochilishida Bursa shahar boshlig'i Alinur Aktash 4-navbatlik Turk dunyosi milliy tanharakatlar faoliyatining ahamiyati haqida so'z qildi va butun xalqni keng yoyloqqa da'vat qildi. Malayziya Xitoy shirkatining hisobotini to'nglatdi. 15-iyul Malayziya bosh ministri Mahathir Mohamadning bildirishicha, Malayziya hukumati Xitoyning neft turbi yo'l injenerlik shirkatining moliya hisobotidagi 243,5 million dollar pulni musodara qilgan. Buningdan 2 yil ilgari Mahathir Mohamad ministrlik o'rniga chiqqandan keyin Malayziya hukumati Xitoyning bu shirkati ko'tara olgan 2,3 milliard dollar qimmatidagi 2 neft turbi yasash qurilish planini amaldan qoldirib o'tgan. Mahathir Mohamad muxbirlarga qilgan so'zida, "Mening bilishimcha bu turbi yo'lining 80% chiqimini biz to'lab bo'lgan. Lekin faqat ishning 13% bitgan. Shunga biz bu qurilishni amaldan qoldirib o'tgandan keyin qilib qolgan pulni elib qilish haqqimiz bor."
İstanbulda marafonchi 2 kishilik namoyishga da'vat. Sharq Turkiston yangi nesil harakati jamiyati vatanda turma va jazo lagerlarida azob chekayotgan qarindoshlarimizning mazlumlik ovozini dunyoga anglatish, ularning holini his qilish va his qildirish maqsadida Turkiyaning odam ko'p bir necha rayonida marafonchi 2 kishilik namoyish o'rinlashtirdi. Namoyish fidoilikni tizimlash shaklida elib berilgan bo'lib, tizimlatgan kishining namoyish o'rni va vaqti bekitildi. Fidoi bekitilgan o'rin va vaqtda mahbus kiyimi kiyib, mahbus kishini taqab yakki shaklda namoyish qiladi. Aloqalashuvchi Abdulla Arman. Fidoilikni tizimlatish vaqti 7-oyning 24-kunigacha. Tizimlatish nomeri 0507 988 88 83. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shuna qilib programma oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.